bo'lsin, to'y bo'lsin. Ukamni to'yiga get ready with me qilamiz. Bu meni bugungi lookim. To'yga ham shu video davomida borib kelamiz. Qarangda obrazni birinchi marta kiyishim. Вечерний ko'ylakni sakrab kiymayman demanglar. Men uverenman, hamma aynan shu usulda kiyadi. Bu teshik esa afsus belimga emas, boshimga. Libosni nежный kiyib. Menimcha juda ham nafis obraz chiqdi, lekin tilla ukrasheniyalar bu yoqqa yarashmadi. Shuning uchun oq tilladan yangi variantini kiyamiz. Mana endi hammasi mos. Men sevgan va hamma to'ylarga kiyadigan sumkam. Million xil tufligim bor, lekin paytogu mana shu. Chunki aynan shunisi likillab o'ynashga juda ham qulay. Va lookimga rangi mos keladigan parfyum. Ha, men hattoki parfyum atmosferasini obrazimga moslab tanlayman. Ana endi to'yga ketdi. Kelishingiz bilan o'zingizni xuddi bir ertakka tushib qolgandek his qilasiz. Dekorlari shunaqa o'zgacha chiqqan, hamma narsa orzu-havas bilan qilingani bilinib turibdi. Bunaqa atmosferada o'zini любой qiz malakadek his qiladi, to'g'rimi? Bu kun esda mo'jizadek qoladi. Mayli, uni qo'ying, kelin kuyov kirib kelganda sizlar nimani his qilasizlar? Meni kelib tashlasiga ichim titrab ketadi. Buni faqatgina erga teggan qizlar tushunsa kerak. Shom juda ham chiroyli o'tdi. Milliy raqslarimizga yetadigani yo'q. Mary Medan hamda Love Story'dan lavhalarni ko'rdik. Keyin esa birin-ketin estrada artistlarimizni davrani qizitib berdi. O'zi ham tanspol yonda o'tirgan odam bo'lmadi. Oyog'imizda oyoq qolmadi. Aynan shunaqa to'ylarda hamma qarindosh o'rtoqlar yig'iladi. Va bu narsa bebaho deb o'ylayman. Siz nima deb o'ylaysiz? Katta to'y kerakmi yoki kerak emasmi? Menga obuna bo'lib qo'ying, ertaga kelin salomini ko'rsataman.